Umrbag. Nimaga bosh qiladi? Bitta Avstraliya korobkasi. Mana shunaqangi Silimax'i tonerini ishlatib ko'ramiz. Потом база под макияж. Как его там, эмбриолизис. Mana shunaqada oldim. O'tgan yil ishlatgandim, juda ham zo'r kачествоsi. Hammaga tavsiya qilaman buni точно. Bizda tonalka, men mana shunaqa tonalka ishlataman. Rich Gold. Shunaqasini shunaqa yaxshi ko'raman. Qaranglar. Mana shunaqa yodlaydi. Keyingisi вот этот Carich Green Life zubная pastasi. Juda ham cho'tki. Dusha от Green Life'dan точностлigi yoqadi. Va albatta жидкое мылоsi bor. Peni kachali. Shunaqa mazza qilasizlar ko'pirganda. Enzim pudra. Likatoniki, spray для волос. Shampun mana shunaqa oldim. Pro Series. Надеюсь, тоже yaxshi, buni ishlatib ko'rmaganman hali. Это тоже Green Life mahsuloti. Sholkdan tayyorlanadi. Juda ham zo'r увлажняющий прям. Cho'tki narsa. Bu yerda duxilar. Portujol va imperatrica. Imperatrisalardek. Fotolarga qo'yishimiz uchun. Kommentariyada yozinglar, qanaqa duxilar ishlatasizlar. Hihi, uchta bazaviy narsalar. Bu hammaga kerak. Intim gel. Kompliment ekan. Это fixator. Makiyajimiz uchun mittagina korobkachaga solingan bo'lsam, shunaqa qimmat. Meditsinani tashlab, просто kosmetika biznesiga o'tib ketdim. Soqqa yo'q. Щетkachalar. Shu orasida bitta увлажняющий krem bor edi. Midi Peel. Yog'liqqina. Da, mana hammaga o'xshab 775 ml ishlataman. Chillar. Xondoshim mana shunaqa qilib raspakovka qilganlar yo'q deb. Sen uchun